Assalomu alaykum. Yana bir marta keyingi ikkinchi darsimizni boshlaymiz. Bu Falastin agar o'lishimiz lozim bo'lsa degan kitob hisoblanadi. Buni Hamid Sodiq ustoz tarjima qilishgan. A, Nadejda Kivarkovaning yozgan kitobi. Bu siyosiy yoki boshqa kitob emas, balki oddiy o'sha Falastindagi oddiy aholining turmush tarzini o'sha joyga borib, o'z ko'zi bilan ko'rib, a, ya'ni sharhlab bergan kitob, ya'ni kitob hisoblanadi. Bu bizga nima uchun muhim? Chunki yuqorida darsda o'tganimiz simulякр mavzusida bizda G'azoni tushunish borasida ham xuddi shunday jarayon kechmoqda. Ya'ni u yerdagi o'limlar, u yerdagi qatliam, u yerdagi genotsidni bir nima sifatida qabul qilish bizda shakllanib qo'ygan. Bu ham o'sha postmodern dunyoning ta'siri natijasida. U yerdagi asl ma'noni, odamlarning o'limi, u yerdagi hayotda bo'layotgan voqealarni biz tushuna olmaymiz. Lekin mana shu kitob bizga xuddi Falastinga borib, o'sha yerdan xuddi ko'zimiz bilan ko'rib yashayotgandek xulosa chiqarib beradi. Shu kitob muallifi shunaqa chuqur asar yozganki, odamni tub nimasiga yetib boradi, qalbiga yetib boradi bu kitob. Shuning uchun Hamid Sodiq ustozdan hali bu nashrga chiqmagan kitoblarni iltimos qilib oldim. Shuni dars qilish uchun bizga juda ham muhim hisoblanadi, chunki yer yuzida kam sonli, deyarli yagona desak ham bo'ladi. Mana shu G'azo bizga simulyakrdan xoli hudud sifatida dunyoni ko'rishga nuqta hisoblanadi. Tushunasizmi? Bu islom nuqtai nazaridan ham, nasroniy, misol u yerda hamma dinlar bor-ku. Ya'ni o'sha yerda asl haqiqat bor. Ya'ni bo'rtirilmagan, yashirilmagan, yolg'on aralashmagan. Biz o'sha yerdan qidirishimiz kerak. Shunda kalit nuqta o'sha yerda topib olsak, juda ko'p haqiqatlarni topishimiz mumkin. Shuning uchun bu kitobni dars qilishni o'zimga shart qildimki, demak boshlaymiz. So'z boshi. Nadejda Kivarkovadan iqtibos keltiriladi. U aytadi: Men 2013-yilda G'azo, 5 yildan so'ng esa Quddus va g'arbiy sohil falastinliklari to'g'risida kitobni yakuniga yetkazayotganimda ziddiyat tezda hal bo'ladigandek tuyulgan edi. Axir bu abadiy davom etishi mumkin emas-ku. 2023-yil G'azoda ham, g'arbiy sohilda ham hech narsa tugagani yo'q. 2023-yil 7-oktyabrda Hamas chorasizlik bosimi ostida hujumga o'tdi. Bunga javoban G'azo sektori shafqatsiz bombardimonga uchradi. Minglab bolalar, keksalar, ayollar, jurnalistlar, shifokorlar va hatto BMT xodimlari halok bo'ldi. 2 million odam o'z uylaridan haydab chiqarildi va bir parcha hududda bombalar ostida sarson-sargardon bo'lib yuribdi. Falastinda birinchi intifada paytida, 2000-yil ikkinchisida ham Isroil bosh vaziri Sharon Al-Aqso masjidiga uni bosib olish va'dasi bilan kelgandan so'ng ham, shuningdek 2006, 8, 9, 2016-yillardagi har yili takrorlanadigan bombardimonlar payti ham bunga o'xshash voqealar kuzatilmagan edi. Balki uni 1948-yil voqealari bilan taqqoslash mumkindir. Biroq Falastin keysida bitta qonuniyat bor. Ularning boshidan kechirayotgan dardlarning o'xshashi yo'q. Bir kuni ko'chada tanish falastinlikni uchratib qoldim. Biz Moskvaning eng go'zal ko'chalaridan birida turardik. U o'z xalqining hayoti qanday o'tayotgani haqida, taqdirlar ortida taqdirlarni hikoya qilib so'zladi va yana so'zlardi. Shunda men ushbu kitobni nashr etishga qaror qildim, deydi Nadejda Kivarkova. U G'azo, Quddus va g'arbiy sohildagi odamlar, Falastin qochqinlari haqidagi reportajlar va qaydlardan iborat. Kitobdan o'rin olgan reportajlarning ba'zilari rus yoki ingliz tillarida oldin nashr etilgan. Men g'arbiy sohil va G'azoda bo'ldim hamda butun dunyo bo'ylab Nyu-York, Washington, Amman, Tehronda falastinliklar bilan uchrashdim. Ko'plab xalqaro konferensiyalar, kvartetlar, yopiq eshiklar ortidagi mutlaqo foydasiz bo'lgan uchrashuvlar va maslahat kengashlarida muxbir bo'ldim, deydi Kivarkova. Ishoning, ozodlik faoliyatlari hech qayoqqa suzmayapti. Birdamlik marshlari joyidan qimirlamayapti. Arab inqiloblari falastinliklarning ahvolini yanada og'irlashtirdi. Buning natijasida Falastin harakatlari Damashqdagi qarorgohlardan mahrum bo'ldi. Falastindagi fraksiyalar yarashuvi
go'yoki bir necha amalga oshgandek ko'rindi, ammo bularning barchasi borliqning virtual unsurlaridir, deyapti. Faqatgina falastinliklar taslim bo'lmay qarshilik ko'rsatmoqda, qo'llaridan kelgancha. Menda esa bu hayotim davrida G'azo masalasida adolat o'rnatilishiga guvoh bo'lamiz degan umid yo'q, dedi Kvarkova. Falastinliklarga yordam berishga urinayotgan barcha xalqaro tashkilot harakatlari menga bema'ni tuyuldi. Hamdardlik so'zlarini aytgan siyosatchilar yolg'onchi, Falastin haqida lom mim demay deganlari esa undan ham ko'ra yolg'onchiroqdir. Misrda inqilob, undan keyin esa aksil inqilob yuz berdi. Suriya urush domida qoldi. Falastin 2004-yilda BMT va UNESCO tomonidan tan olindi. Falastin partiyalari atrofida esa katta siyosiy o'yinlar avjlandi. Falastin xalqi esa avvalgidek o'zining achchiq taqdiri bilan yolg'iz qolmoqda va muqovamatda davom etmoqda. Ha, to'g'ri, ba'zan G'azoni eslashadi, yana achinish va g'azabnok nutqlari bilan to'kib solinadi. Bularning barchasi ushbu xalqqa munosib har bir kishining kundalik iztiroblari, qurbonliklari va sabr-toqatlari oldida hech narsa emas. Ishonchim komilki, falastinliklar iymon e'tiqodi zaiflashayotgan har birimizga asrimizning yovuzliklariga qanday qarshi va yaratganning irodasiga tayanish aslida qanday bo'lishi masalasida o'rnak ko'rsatmoqda. Musulmon bo'lsin, pravoslav, nasroniy yoki katolik yoki kommunist bo'lsin, falastinliklar har bir umidsiz qalb so'rovlariga javob bermoqdalar. Bu kitob allaqachon rastalarda qolmagan. O'sha oldin chop qilingan ikki kitobning qayta nashridir. Bu kitob falastinlikning kundalik yugur-yugurim nimalardan iboratligi, non yopish, suv ichish, maktabga borish, shifokor bo'lish, dori-darmon olish, tomni ta'minlash uchun qanday tadbirlar kelishi kerakligi haqida yozilgan. Falastinlikning hayoti o'ziga, insonlarga qaraganda butunlay o'zga tafsilotlardan iborat. Katta dunyoda oddiy hayotning arzimas ishi yoki tashvishi bo'lib ko'ringan narsalar Falastinda faqat har bir falastinlikning favqulodda zulmga ulkan muqovamati bilan amalga oshirilishi mumkin. Bu kitob shunchalik zo'r yozilganki, Isroilning har bir yo'nalishda genotsid olib borishini amaliy hayot bilan ko'rsatib berganda, misol bu genotsid faqatgina yoki terror nima bilan emasda, harbiy yo'l bilan portlash, bombardimon qilish bilan emas. Bu yuridik terror bor, iqtisodiy terror bor, ijtimoiy terror bor, ularni izolyatsiya qilib qo'yish, ajratib qo'yish, deyarli hamma jihatdan ularni nimaga olib qo'yish jarayoni kechgan. Mana shu narsalarni ichidan nima qilib bergan kitobda. Endi nimani Falastin xalqi qanday vujudga kelgan? Orxan Jamol odamdan iqtibos keltiryapti. Falastin xalqi Injilda tavsifi keltirilgan abstrakt filistinliklar emas. Unday bo'lsa, zamonaviy falastinliklar kimlar, qayerdan paydo bo'lgan? 200 yil oldin hech qanday Falastin xalqi yo'q edi, balki arab tilida so'zlashuvchi Usmonli imperiyasi provinsiyasining aholisi bor edi. Ushbu aholining ildizi qadimiy bo'lib, ularning kelib chiqish haqidagi munozaralar hozirgacha davom etmoqda, ammo ular o'zlarini zamonaviy tushunchadagi xalq, natsiya deb his qilishmagan. Yevropalik yahudiylarning bu yerlarga ko'chirib keltirilishi arafasida Falastin viloyatining aholisi 450 ming kishiga yaqin edi. 1880-yilda aholini ro'yxatga olgan turklar ularning millatini emas, faqat konfessiyasini qayd etgan. Ularning 24 mingtasi yahudiy bo'lib, ularning aksariyati shaharliklar edi. Yahudiylar boshqa qo'shnilari singari arab va turk tillarida so'zlashar, aholining qolgan qismi musulmon va nasroniylardan iborat bo'lgan. Aynan yuqorida sanab o'tilganlarning jami zamonaviy tushunchada Falastin xalqi bo'lishlari lozim edi. Aholi xursandchiligidan xalqqa aylanmadi. 19-asrda Sharqiy Yevropadan jo'natilgan kelgindilar mahalliy dehqonlarni o'z yerlaridan tom ma'noda siqib chiqara boshladilar. Kelgindi yahudiylar bilan mahalliy musulmonlar va nasroniylar o'rtasidagi ziddiyat BMT Isroil davlatini e'lon qilgandan so'ng emas, balki ancha oldin boshlangan edi. 19-asrning so'nggi 20
yili fellah dehqonlari yot kelgindilarga qarshi kurash bilan toshgan edi. 1886, 89, 91 va 98-yillarda fellahlar ishlov berayotgan o'z yerlaridan quvib chiqarilishiga norozilik chiqishlari bilan qarshilik qilishdi. Yevropa bu jarayonni qo'llab-quvvatladi. Bu vaqtda kolonial siyosat hali shiddat bilan shakllanayotgan yevropaliklar Afrika, Janubiy Sharqiy Osiyo va Tinch okeani orollarini o'zaro bo'lishayotgan, amerikaliklar esa hindularni rezervatsiyalarga, filippinliklarni ommaviy ravishda qirib tashlayotgan davr edi. Inglizlar bo'rlar ustida konslager metodikasini sinab ko'rayotgan edi. Bu Janubiy Afrikani nazarda tutmoqda. Shunday qilib, Usmonli imperiyasiga tegishli viloyatlardan birini yahudiylashtirish hech kim muammo sifatida ko'rmadi o'sha davrda. Shunday bo'lsa-da, Falastin musulmon va nasroniy aholisi orasida etnik birdamlik tez sur'atlarda shakllanayotgan edi. Avvalgi norozilik namoyishlari asosan iqtisodiy manfaatlarni himoya qilish xususiyatiga ega bo'lgan bo'lsa-da, 40-yildan so'ng musulmon nasroniy aholining yahudiylarni ko'chirib olib kelish to'lqinlariga qarshiligi qat'iy siyosiy tus oldi. 1920 va 1921-yillarda Falastin shaharlarida mahalliy aholi va yangi olib kelingan ko'chkindilar. Mana shu so'zni e'tibor bering. Hamid aka nimani ko'chkindi atamasini izohli lug'atdan nima qilishgan, ataylab so'rab olish, tanlab olishganki, mana shu ma'nosiga. Ya'ni ko'chkindi deganda boshqa bir hududdan ko'chib kelib, o'sha mahalliy aholini yerini, resurslarini tortib oladiganlarga ko'chkindi deyilar ekan. Kelgindi emas. Kelgindi desa qayerdandir qochib kelgan, urushdan qochib kelgan tushunadi. O'shaning uchun ko'chkindi degan atamani qo'llashgan. 1921-yillarda Falastin shaharlarida mahalliy aholi va yangi olib kelingan ko'chkindilar o'rtasida shafqatsiz to'qnashuvlar to'lqini yuz berdi. Bu paytga kelib Falastin allaqachon Britan mandati rejimining ostida edi. Bilamiz, nimada 1923-yilda yildan boshlab rasman amal qilgan. Norasmiy ravishda esa 1917-yildan beri mavjud bo'lgan. Va Thomas Hope boshchiligidagi Britaniya harbiy komissiyasi ko'rib chiqish lozim bo'ldi. Uning xulosalariga asosan Britaniya koloniyalar vaziri Winston Churchill falastinliklarni tinchlantirish maqsadida yahudiylarning milliy uchog'i Falastinni batamom yahudiylashuv anglatmaydi degan bayonotni berdi. Aynan shu paytdan boshlab alohida olingan musulmon va nasroniy aholisi haqida so'z yuritish imkonsiz bo'lib qoldi. Ular endi tahdid qarshisida jipslashgan, o'z milliy manfaatlarini anglaydigan zamonaviy ma'noda xalqqa natsiyaga aylangan edi. Shubhasiz bu xalq o'zini okupantlar panjasida his qilardi. Bunda nafaqat britaniyaliklar, balki ko'chkindi yahudiylar ham okupant sifatida qaralar edi. Yahudiy milliy o'chog'ini barpo etish siyosatini e'lon qilgan Britaniya Yevropa yahudiylaridan kolonizator sifatida foydalanadi. Ular mahalliy aholini siqib chiqarayotgan yovvoyi g'arbning qo'llovida o'ziga xos kolonistlar edi. Demak, bugungi qisqacha nimamiz shu. Bu kitob bo'yicha bu juda ham ajoyib kitob. Xudo xolisa buni sharhlaymiz. Hozir qo'limda turk yozuvchisi Talha Ugurluel degan geograf, tarixshunos olimni nimasi bor. Bu nimaga Quddusga, Falastinga borib o'zi nimalar qilgan, tadqiqotlar olib borgan. Har bitta joyda rasmlari, u nimani ibodatxonalar, tarixi, Usmoniylar tarixi, undan oldingi misol Abbosiylar tarixi, Umayylar tarixi, sulton nimani Sulaymon payg'ambarning davridagi, Musa alayhisalom davridagi juda ham chiroyli asar. Xudo xolisa buni ham o'ylab turibman, mana shu kitobga tarjima qilishga. Bu siyosiy emas, ku asosan tarixiy bo'lsa ham, lekin juda ham zo'r yozilgan kitob ekan. Asosan o'sha muhitni, Falastinni ich-ichidan rasmlari bilan u yerdagi holatni musof faktlar bilan tushuntirib bergan kitob ekan. Imkon yetkazsin bu kitobni tarjima qilishga. Aytmoqchimanki, Falastin, xususan G'azo bizga nima ko'zimizni ochishimiz uchun asosiy nuqta hisoblanadi, markaz. Chunki 50 mingta odamning o'limi bu bizga raqamlar
sifatida tavsiflanganligi uchun bizga unchalik ahamiyatini yo'qotgan, bu ya'ni simulakr nuqtai nazaridan. Lekin bitta insonni o'limini o'zi juda katta fojia hisoblanadi. Bizning xatoyimiz shuki, biz deganda islom sivilizatsiyasini nazarda tutmoqdaman. Ikkinchi jahon urushida Holocaustni tadqiq qilmaganligimiz uchun G'azoda Holocaustdan 10 baravar, undan 10 baravar vahshiyroq nima yuzaga keldi, ya'ni genotsid. Agarda biz ikkinchi jahon urushida Holocaustni nima qilganimizda edi, ya'ni tadqiq qilganimizda, fashizm bilan sionizmning ildizi bir tanganing ikki tarafi ekanligini bilardik. Modernizmning dunyoga olib kelgan, ya'ni vahshiyligi, ya'ni inson qo'li bilan yozilgan g'oyalarning insoniyat boshiga qanchalik shunaqa vahshiyliklar olib kelishini ikkinchi jahon urushida tahlil qilganimizda, ayni Holocaust mavzusida tadqiqot qilganimizda bilinar edi. Endi hali ham kech emas, ya'ni fikrim hali ham kech emas. Agarda G'azoni mana shunday tadqiq qilmas ekanmiz, G'azoda bo'lgan genotsidni, ishonaveringlar, G'azodagi holatdan boshqa davlatlarda ham takrorlanadi. Bu xususan Hindistonda ham, bu Xitoyda ham, bu Myanmada ham, bu yana dunyoning ko'p Afrika davlatlari deysizmi yoki boshqa yerlarda davom etaveradi. Ya'ni shuning uchun biz tadqiqot olib borishimiz kerakki, bu qaysidir ma'noda hayotimizda, umrimiz davomida qiladigan bir ilohiy majburiyatimiz deb ham qarash kerak. Ya'ni mana shu G'azoni agar kim chuqur tadqiqot qila olsa, keyingi bo'lish mumkin bo'lgan genotsidni oldini olish imkoni ham bo'ladi. Oldini ololmagan taqdirda ham kelayotgan yosh avlodni ko'zini ochish uchun xizmat qilish vazifasini nima qiladi. Bugunga yetadi. O'zini charchoq bor. Xudo xolasa yana davom ettiramiz. Bu mavzular hali uzoq davom etadi. Har bitta nimani chuqur savol-javoblar bilan qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.